Hammaga salom obunachilar. Biz bugungi videoda survival qilamiz. Ya'ni biz 0.14-versiyadamiz. 1.9-versiyada buni biz amalga oshiramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi miro tushmasi kerak biz bu yerda. Mana qo'yniga qo'ymayman. Normal bo'laveradi. Normal bo'laveradi. Hozir endi ochib olish kerak. Va mana shu joyda paydo bo'ldik. Men nastroykam to'g'riladim mana bunaqa qoldi. Biz endi birinchi bo'lib daraxt chopamiz. Obunachilar, sizlar shunchalik zo'r videoni ko'rib turib, lekin hali ham obuna bilan like bosmadinglar. Uyat bo'pti. Tezroq obuna bilan like bosib qo'yinglar. Keyin bundan zo'r videolar chiqishda davom etadi. Endi biz buni taxtaga aylantirib olib bitta verstak yasaymiz. Yog'och. Keyin bolta bitta. Keyin kirko. Lopatka. Menga lopatka kerak bo'ladi bu videoda ko'proq. Biz bu videoda ajdarxoni oldi. Bu video 3 qismga bo'linadi. Hozir nima yemay suvda suzib yuribman. Ovqat to'plashim kerak. Ovqat, daraxt, uy qurishim kerak hali. Men o'lmashim kerak. Men o'lmayman. Men o'lmasdan survival qilaman. Hozir men 2 stak to'plagunimcha men videoni to'xtatib turaman obunachilar. Xato bo'lmaysizlar. 2 stak to'plab olay, shu bilan keyin video davom ettiraman. Mana obunachilar, men 2 stak yig'dim, 3 stak kavlab olibman. Endi men uy qurishim kerak. Mayda ko'mir bor ekan. Sekin kavlashdan yuragim ezilib ketadi. O'shanga men toshlik yasab olaman. Menda yasab oldim mana. Taxtadan ko'ra tezroq kavlaydi bu. O'shanga men yuragim ezilib ketadi. 2 soat ezilib. Agar mana shu videoda 10 ta like yig'ilsa, ikkinchi qism chiqadi. O'shanga sizlar tezroq obuna bilan like bosib qo'yinglar. Bundan-da qiziq videolar hali oldinda. Men tezroq 10 ta obunachi bo'lib olishim kerak. Nima bo'ldi hozir? Bila. Mana yerda cho'tan nimadir bo'ldi. Mana shunda chiqib ketdi. Agar bir kun o'tib 5 ta like yig'sa bu video men Minecraftga qanaqa qilib skin qo'yishni o'rgataman.
o'shanga tezroq 5 ta yoki 10 ta lakka qo'yib qo'yinglar. Va yana suvga tushib ketdi. Labatga yaxshi emas o'ppa. Kavlab chiqaman. Ko'zimga Mashtafda qushloq borga o'xshayapti, obunachilar, to'g'rimi? Mashtafda. Yaxshi. Xudoga shukr. Yerga tushib qolmadim, suvga tushdim, olsam bo'lardi. Baribir jonim ketdi. Adashib qolmay. Menga qishloq kerak, qishloq. Ketgunimcha men buni sindirib ketaman. Aniq sindi, nima qilaman? Men qishloqqa o'qishim kerak. Meni qishloqda o'qishim. 2 soat. Endi 2 soat qidirishim kerak. Mol qalasi. Men videoni to'xtatib turaman, obunachilar, men qishloqda o'tganimcha. Men yana qancha qidiraman bu qishloqda? Qidirmayman. Qishloq qidirmayman. Nima qilmoqchi edim men? Ha, fakir yasamoqchi edim. Fakir dedim. Ibli. Mana uni esimdan chiqib ketibdi. Anchadan beri o'ynamayapman chunki. Ibli. Men bu yerda katta joy qo'ygunimcha videoni to'xtatib turaman. Mana obunachilar, men shunchagina joy qoldim. Undan necha bor, lekin 0 demanglar. 0 demanglar lekin. Xo'p, endi men nima yasa to'xtayim, men birinchi bo'lib verstak yasay. Verstak deyman, sandiq yasay. O'qisam. Mayda suv bor ekan, temir topganimda. Mayli shaxtaga ketdim, men shaxta quvolaman. Tepasi uy bo'ladi, bu yerda prosta takka quradi. Voy, bilib, muncha omadlimi obunachilar?
buni unaqa o'zi qo'yib qo'ydi deb o'ylamanglar, obunachilar, rostdan. Men bilmadim. Rostdan obunachilar, men shu bilganim ham yo'q, obunachilar. Bitta deylar chiqdi. Men bilmadim, obunachilar. Endi men hali ham ertalab bo'lmabdi. Men mana ertalab ham bo'ladi ekan, men bu yerdan ketaman. Kelmay ham olaman, menga kerak bu. Men temir baqri yasamoqchi edim. Bo'lmadi, endi men boshqa joyda, bironta uzunroq joyda uy quraman. Variant, lekin bu joy ham to'g'rimi, obunachilar, chiroyli tepa. Maxluqlar ham chiqolmaydi. Menga bu joy kerak. Jonim ketmadi. Men endi bu yerdan tepaga chiqaman. Mana tepaga chiqishim yaxshi joy ekan. Endi men maytdan olib, maytda tekkizilib, zo'r joy quraman. Men chiroyli uy quraman, obunachilar, sizlar hali ko'rasizlar. Men bu yerda uzaytiraman, keyin yaxshiroq uy quraman. Kattaroq uy qursam, hamma narsa sig'adi. Chiroyli uy bo'ladi. Keyingi video nima haqida bo'lsa, obunachilar o'zinglar aytinglar. To'g'ri ekan. Men videoni to'xtatib turaman. Mana obunachilar, hozir men mana shu yerda uy quraman. Invertarim to'la ketibdi. Hozir endi narsalarni solib olaman.
Mana uni qaynatishga qo'ysam, bemalol hozir qaynaveradi keyin suv. Hop, bunda men bittadan qo'yaman. Hop, bunga ham xuddi shunaqa. Bunda ham o'ychilasini bitta qilib sug'urib yebla. Tezroq qo'yolsam obunachilar. Bitta dona oxirgisi qoldi. Hop, endi men mana bunga narsalarni solib qo'yaman. Endi men bu yerda hammasini to'xtaladi. Birinchi bitta narsa qurib oladi. 1, 2, 3, 4 ta. Hop, bu yergacha 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Jibil 5 blokda sakradimmi? To'g'ri ekan, bile. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 3, 4. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
boshqa yo'l bilan chiqaman men, bunaqa qo'yib chiqmayman. Mana shunaqa qilib chiqaman men. Yoqadi menga, chunki bunaqa chiqish. Tushib ketsam mana obunachilar ko'rishingiz mumkin. Hozirgi holat mana shunaqa. Men bu yerda 2 qavat qilaman. Obunachilar mana video 21 minut bo'ldi, oshiqdan bo'lib ketibdi. Men bu videoni 18 minutlik qilmoqchi edim, 4 minut o'tib ketibdi. Hammaga xayr, obro bilan like bosish esdan chiqmasin. Keyingi videoda men bu daraxtlarni, mana qo'limdagi daraxtlarni maydalab 2 qavat qilaman uyda. Men eng qizig'i bu yerda to'polamanmi degan g'oya uyg'onib qoldi. Ketayotganda buzib ketaman. Hammaga xayr obunachilar. Obro bilan like bosish esdan chiqmasin.